Barğanseri yiriklişib mengayotgan Amerika-Xitoy munosabatida yaqinqi mezgillarda eng diqqat qo'zg'ayotgan temalarning biri Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandining Beijingga ziyoratga berishi hamda ziyorat jarayonida ikki tarafning qandaq masalalarni muzokara qilishi bo'layotganligi ma'lum. Biden hukumati ko'p qatim oshkora ifoda bildirib, bu qatimqi Beijing ziyorati jarayonida muhim nuqta ikki taraf munosabatini hozirgi saviyada muqimlashtirish hamda kutilmagan to'qinishdan saqlanish bo'ladiganligini bildirgan edi. Ammo o'ylamagan yerdan 2 fevralda Amerika cho'ng quruqligining g'arbiy qismidagi Montana shtatining osmon bo'shlig'ida sirliq uchar sharining bayqalishi. Orqadan Amerika Mudofaa ministrligining bu uchar jismni Xitoy kontrolligidagi josuslik shari deb e'lon qilishi bu qatimqi ziyoratning bekor qilib berilishiga sabab bo'ldi. Last night regarding the high altitude surveillance balloon. I'm not going to have much new information to provide other than to say that the North American Aerospace Defense binoning bu vaqtdagi bayonotida aytilishicha, mazkur josuslik shari Alyaska va Kanada havo boshlig'i orqali Amerika tavasiga o'tgan hamda bir necha kundan buyon sharq tarafga qarab yo'tkalayotganligi ma'lum. Gerçi Amerika hava armiyasining F-22 tipli qirg'uvchi aeroplanlari mazkur josuslik sharini aylanib qarab boqqan bo'lsa-mu, 5 burchakli bino uni etib tushirishni rad qilgan. Chunki mazkur josuslik sharini etib tushirgandan keyin uning parchalari shu joydagi aholiga qanday ziyon zahmat yetkazishi hozircha noma'lum bo'lganligidan mushundaq bir qaror e'lingan. 5 burchakli binoning axborot kotibi General Pat Ryder bu vaqtda so'z qilib, mazkur josuslik shari 60 ming fut, ya'ni 18 kilometr egizlikda sayr qilmoqda. Buning hozircha qandaq tahdid paydo qiladiganligi haqida ma'lumotliq emasmiz degan. Hamda hozircha bu xil shardan birini bayqaganligini aytgan. Ammo Kanada Mudofaa ministrligi 3-yanvar kuni bayonot e'lon qilib, o'zlarining mushu xildagi ikkinchi kuzatish sharini bayqaganligini, buning hozir Kanada havo boshlig'ida mengayotganligini, Kanada armiyasining buni izg'olab tekshirayotganligini aytgan. Ammo Xitoy hukumati tezdan bunga inkos qaytarib, bu havo sharining josuslik uskunasi emasligini, aksicha buning havo rayi ilmiy uchun ishlatilayotgan tekshirish uskunasi ekanligini, kutilmagan ichki kashlar tufaylidan uning o'z orbitasidan chetnab ketib, Amerika tavasiga kirib qolganligini aytdi. 中国是负责任的国家，一贯严格遵守国际法。关于这个气球的问题，刚刚我已经讲了，我们正在了解。New York Post gazetining 3 fevraldagi obzorda aytilishicha, mazkur josuslik sharining Amerika havo boshlig'ida uchib yurishi ko'plagan sohani hayron qoldirgan. Washington shahridagi korxona aqllar markazining xodimi Erik Sayers bu vaqtda so'z qilib, bizning tashqi ishlar ministrimiz Beijingga uchayotganda Xitoy josuslik sharining bexaroman holda Amerika havo boshlig'ida menib yurishi bakli qamlashmagan bir ish degan. Gerçi 5 burchaklik bino mazkur josuslik sharini hozircha harbiy yoki boshqa jihatda xavf tug'dirdi deb qaramaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, bir qism Amerika siyosiy yo'llari buning amaliyotda bevosita tahdid ekanligini ta'kidlagan. Fox xabarlarining 3 fevraldagi xabarida aytilishicha, Amerika Davlat Majlisida yangidan tashkillangan Amerika-Xitoy strategiyalik raqobat favqulodda komitetining raisi, Avam palata a'zosi Mike Gallagher bu vaqtda so'z qilib, Amerika xalqi tushunilishga tegishli bo'lgan bir nuqta shuki, Xitoy kompartiyasi bizga qarshi o'ttirg'i tashlagan bu tahdid hozir Iroqdagi Sharqiy Osiyo rayonida yoki Tayvanda emas, balki naq bizning vatanimizda o'ttirg'i chiqyotidi. Bu josuslik sharining o'zi Amerika Qo'shma Shtatlarining egilik haqlariga qartilgan eng zo'r tahdid. Bu mundaqla o'ttirga chiqib qolgan hodisa emas. Shunga uni etib tushirib lozim deb ko'rsatgan. Avam palata a'zosi Marjorie Taylor Greene xonim o'zining Twitter betida uchur yo'llab, "Yo'rligimizdan voz kechmaymiz. Chunki ular bizning e'tiqodimizni, oilamizni va bizning erkinligimizni vayron qilmoqchi. Shunga bu sharni etib tushirish lozim" degan. Bu vaqtda so'z bo'lganda mustaqil siyosiy analizchi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Ilshod Hasan Xitoy hukumatining bu qilmishi ularning Tayvan dengiz tavalligidagi va boshqa joylardagi ig'vogarlik bilan solishtirganda ro'shan tahdid tusini oladiganligini ta'kidlaydi. Men uni %100 tahdid deb o'ylayman. Mana degan vaqtida Xitoy anjiq jag'ir saldig'ini xalqaro dunyosiga davlat egiligi deydi. Masalan, mayli Janubiy dengiz masalasi olsun, mayli Senkaku orol masalasi olsun, mayli hozirgi Tayvanninkida, mayli bizning vatan masalasi, kishilik huquq olsun, zamin olsun yoki havo bo'shlig'i olsun, har qanday narsada Xitoyning jar soldig'ini bizning egilik huquqimiz, ya'ni davlat huquqimizga tajovuz qilmaslik deydi. Uningdan keyin har qanday bir ishda shu Xitoyning territoriyasi degan shu ishg'ol etidagi o'zining to'nigan chegaraning ichiga har qanday bir narsaning kirganini uni tajovuzchilik deydi. Masalan, hozirgi eng chong jidal bo'layotgan Janubiy dengizda Xitoyning chizib olgan 9 chiziq dash line deydi.
Şunun içinde xalqaro hozirgacha hattoki xalqaro dengiz sotimi, masalan, Filipinning bir orolni, Filipinninki zimini dedi. Xitoyning hozir ishg'ol etdi. Xitoy u yerda harbiy baza qurdi. Filipin kuchi yetmadi. Hamda ashuningga kelgan vaqtida hozir Filipinning parxoti bas qo'g'laydi. Amerikaning harbiy aviamakslari u yerdan o'tsa, norozilik bildiryapti. Nima uchun norozilik bildiryapti? Xalqaro e'tirof qilmagan bir chegarasining ichiga kirgan Amerikaning paraxotiga norozilik bildiryapti. Chunki bu yerdagi norozilik nereden kelgan? Davlat egiligimiz, bizning territoriyamiz deydi. Amerikaning osmonda uchgan bir narsa Xitoyning baloni u tajovuzchilik bo'lmamdiki, uning xatiri bo'lmamdiki, bu Amerikaga tahdid, Amerikaga bo'lgan bir shiltin etish, Amerikaninki havo egiligiga bo'lgan tajovuzchilik. Mayli xalqaro qonundan bo'lsin, mayli qaysi jihatdan bo'lsin, bu Amerikaninki hatto xalqarodagi obro'yiga Amerikaninki qo'g'dayma degan va'dasiga hammasi qilingan dafsandichilik. Bu cho'ng ziyon Amerikaga. Zaxmi yetkizyapti. Xatari tegimi cho'ng. Buni to'simasa, ertagin uningda yo'g'in nima kirishi mumkin. Washington pochtasi gazetining 3 fevraldagi xabarida aytilishicha, harbiy ishlarga ishlatilgan jasuslik sharlari alayda loyihalangan bo'lib, jigiz bo'shliqdan noyati suzuk bo'lgan suratlar tortish iqtidoriga ega. Shunga mazkur jasuslik shari Montana shtatidagi yadro qurollari sinoq bazalari va Amerika havo armiyasining bir qism harbiy bazalaridan o'tganligi uchun Amerika taraf buning xarakterini undaq yengil baholamaslik lozim degan fikrlar ko'plab o'tirg'i chiqqan. Garchi Antony Blinkenning Xitoy safari kechiktirilganligi e'lon qilinganda, Oqsaroy bu qaror bilan jasuslik sharining qanday bog'lanishi borligi haqida so'z qilmagan. Ammo 3 fevral tushdan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtga bayonotni e'lon qilib, bu safardan kechiktirilishi bu qatamdaq jasuslik shari bilan bog'lanishli ekanligini bildirgan. Bayonotda aniq qilib, Tashqi ishlar ministri Blinken apandi Xitoy Xalq Jumhuriyatining bu vaqtga noma'qulligidan xabardor bo'ldi. Ammo bu qilmishni davlatning egilik huquqi va xalqaro qonunga xilof harakat deb qaraganligi uchun bundaq ahvolda Beijingga berishni muvofiq ko'rmaydi deyildi. Amerika tavasidagi har qaysi axborot vositalarining ba'zilarida bir qism analizchi va mutaxassislarning bu shar amaliyotda Amerika uchun uncha zo'r xavf emas degandek fikrlarimi yer olgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Ilshod Hasan bu xil qarashni to'g'ri deb qaramaydiganligini, aksicha mushu hodisadan texnik ko'p Amerika xalqining Xitoy haqidagi tushunchisida o'zgarish bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Vaqaning roli menimcha ma'lum darajada bo'ladi. Masalan, Xitoyning qanchalik ko'ranglayotganligini, qanchalik tahdid qilayotganligini to'nib yetganlar, buningdan nafratlandi, buningdan g'usharlanadi, hatto ba'zi uxlab qolganlar uyg'onadi. Ta'siri cho'ng. Bugungi masalan, jamiyat taraqqilarining hammasida asosi da'vatqini hammasi bu tahdid, xatar. Masalan, Gordon Chang olsun, Mile Gove olsun, bular olsun hammasininkida etib tushirish kerak shu zaman da'vatidir. Bu demaklik Amerikada bu xil uyg'unish Xitoyning bu tahdidiga bo'lgan andish kuchayyapti. Bu texnik kuchaytirdi buni. Bugun ko'rdik, masalan, tunugin buni xabarda chiqqan, bugun Blinken apandim Xitoyga bo'lgan ziyoratini aql surdi. To'xtatmadi, ammo aql surdi. Bu demaklik Amerikamo buningdan Xitoyning qanchalik bu yerda dafsanchilik qilayotganini to'niyotdi, tahdidini to'niyotdi. Bu ishninki yaxshi tarafi shu, Amerikaliklarni bir uyg'otdi. Chunki ba'zilar Xitoy bizga chiqilmasa deydiganlarni jiqtichu, hozir bu ballonningki Amerikaning ustida yurayotgani bo'lib bir necha kun bo'libdi. Bu endi qo'pib bizga tahdid emas deganlarga tahdid mana osmoningda, beshingda degan bu narsani berdi. Buni aytdi endi Amerikaliklarningki bu tahdidning o'zining ishiga oldiga kelayotganligini his qila oladi. Navbatda bu vaqtdagi muloyiza va xabarlar har qaysi axborot vositalaridan ko'plab yarilayotgan bo'lib, buning qanday bir yoqliq qilinishi haqida turli fikrlar o'tirg'i chiqayotganligi ma'lum.